alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mana xudo xolasa tergakdan tugatdik. Qani bir ko'ringlarchi. Bismillahirrohmanirrohim. Tekshirib ko'ramiz endi. O tepagacha urib oldi xudo xolasa. Lazer yoqilgan, endi tekshirib ko'ramiz. Provilamiz 2 metrlik. Qani bismillahirrohmanirrohim. 1 santimetr qochgan lazerimiz. Mana o'yin tepasiga qo'yib ko'ramiz. Tepasi bir xilda qochgan. Mana chekkan ham ko'rishimiz mumkin. Chekkan. Bir xilda. Yo'q, teshamiz. Bundan shu tomoni ham bir xil. Eshik tomoni ham tomoni. Xudo xolasa hammasi yaxshi. Yoqqan bo'lsa ishlarimiz, like bosinglar, albatta xursand bo'lamiz. 2 kunda tugatdim. Endi hozir eshik tepasi qoldi, ozgina tushirish kerak. Endi gips kartondan mana qilib tushirib qo'yamiz. Ertaga tomonga bitta, bu tomonga bitta. Qarordan kirganda ikkala tomonda o'ngga chapga eshik bo'lar ekan. Bu tomonniki mana. Ochiq yerlari, ochiq yerlari penalab chekkada u tepalarda ham bor. Bu yoqda ham bor. Orasi ikkita ochiq, bittakilar, ikkita ochiq, bittakilar yashdan ketgan. Bu tepasida ham bor ozgina penalaydigan joy. Kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, albatta biz xursandmiz. Hammaga omad.